Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim, meni kuzatayotgan muxlislarim, yaxshimisizlar, sog'misizlar? Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Men o'zi boshqa ishlarim ham bor, o'sha uchun nima qila olmayman. Har kuni kunda kunora kartalardan karta ko'rib, nima qilib rasklad qo'ya olmayman, chunki men boshqa o'zim ham kasbim davlat nimasida yuridiskida o'qiganman. O'zimda hobbim esa tikuvchilik, endi hunar deyiladi, tikuvchilik. Kasbim davlat nimasi bo'yicha esa yuristman o'zi asli. Bu kartani o'rganganimga uncha ko'p bo'lmadi, lekin bu hobbim, karta tarov ochish, bu kartadan karta ko'rish. O'sha uchun har zamonda men rasklad qilib turaman. Endi bugungi raskladimiz nima bo'ladi? Bugun hayotida mendan boshqa birov bormi deb ko'rib o'tamiz. Birinchi variant hamda ikkinchi variant qilamiz. Birinchi variant tanlaganlar o'z energiyalaringni yuborasizlar, ikkinchi variant tanlaganlar ham xo'p, karta tanlov qilasizlar. Buning hayotida mendan boshqa kimdir bormi deb. Birinchi variantni ko'rib o'tamiz. Ko'z oldilariga keltirib, energiyalaringni yuborib, uni agar iloj bo'lsa yoshini, nimasini, ko'rinishlarini ko'z oldilaringizga keltirasiz. Birinchi variant. Nima deyish mumkin birinchi variantda? Bu variant tanlaganlar. Uzr, menga telefon bo'lib qoldi, videom uzilib qoldi. Qolgan joydan davom ettiraman. Birinchi variant tanlaganlarda bilasizmi, hayotida boshqa bir inson bormi yo'qmi degan savolga ikkilanishda turibdi bu inson. Qandaydir ichki tortishuvlar, ichki nimalarda turibdi, kechilmalarda. Sizni yaxshi ko'rishi bor, lekin qandaydir sizdan boshqa yana kimdir ham bormi hayotida yoki bo'lib o'tganmi oldinda, o'sha bo'yicha sizni taqqoslayapti, solishtiryapti. O'sha ichi o'z nimasida, ko'nglida qandaydir tortishuvlar bilan turibdi. Qandaydir ikkalasingizni solishtiryapti xullas. Unaqa, bu bunaqa, unaqa edi, bu bunaqa edi degan o'zaro ichki jangda turibdi bu inson. Birinchi variant tanlagan inson hayotida yana kimdir bormi dalishi. O'ylovlarda, ikkilanishlarda turibdi. Hayotida yoki oldin bo'lib o'tgan yoki hozirda bor, oilali bo'lsa ham yoki bo'ydoqlar ko'rayotgan bo'lsa ham. Ichki jang, kechilmalar ketyapti bu insonning ichida. O'zaro o'zi nima bo'yicha dalishi nima bo'ladi? Bu inson siz tanlaydimi yoki unimi? Xo'p, qani, karta teskari tushdi. Yo'q, bu inson siz tanlaydi. Yo u oldingi inson yoki bu inson tashlab ketgan yoki qandaydir sovuq munosabatda bo'lgan yoki bo'lyapti. Xullas bu inson qanchalik nima qilmasin, mana qanchalik ichki nimalari bilan o'zaro jangda turmasin, bu inson baribir sizni tanlaydi. Chunki siz tomondan yorug'lik, siz tomondan energiya, siz tomondan baxt, omad kelyapti bu insonga. U insonni o'ylaganda esa sovuq, juda ham sovuq kunlarga, sovuq taassurotlarga tushib qolyapti, sovuq energiyalarga tushib qolyapti. Bu inson baribir sizni tanlaydi. Chunki siz tomonlama bu insonga yengillik, baxt, omad, o'sha narsalar kelishini o'zi ham bilyapti. Faqat hozirda biroz ichki tortishuvlar, ichki janglarda turibdi. Birinchi variant tanlaganlar. Endi ikkinchi variant tanlaganlarga. Ikkinchi variant tanlaganlarga bilasizmi, siz ikkinchi variantda, ya'ni o'ylagan insoningizni qalbida juda ham go'zal taassurotga ega insonsiz. Juda ham olovli, jozibador insonsiz. Ayol bo'lsangiz ham, erkak bo'lsangiz ham sizni o'ylaganda juda ham kuchli auraga ega bo'lgan ayol yoki erkak deb tasavvur qiladi. Alangali, o't otashli, ushlagan joyini jostki, juda ham nima qilib qo'yadigan inson deb tasavvur qiladi. Agar tortishuvlarga kelayotgan bo'lsa ham ta'sirini berib qo'yasiz bu insonni siz. Shunaqa energiyalarda turibsiz. Bu inson o'zini shunaqa deb, sizni shunaqa deb o'ylaydi. Dodimni berib qo'yadi tortishuvlarda, bu rosa jostki degan xayollarda turibdi, lekin juda ham yaxshi ko'radi sizni. Xo'p, dalishi nima bo'ladi? Dalish sizlarga bilasizmi, juda ham taqdir tomonidan ikkinchi variant tanlaganlarga tuhfalar juda ham ko'p. To'kin sochin yashaydi, baxt, omad, pullar kelishi bor, pul kanallari rosa ham
rossa ham pul kanallari ochiq bu insonlarga taqdir tomonidan-da. Bu inson o'ylayapti ham bu ya'ni sizni aqlingizda inson bu sizni tanlasam deyapti. Juda ham farovonlikda, to'kin sochinlikda, sokin, juda ham yaxshi yashayman degan fikrlarda turibdi. Bu juda ham siz yaxshi ko'radigan inson. Siz juda ham bu insonni o'ylantirib qo'yasiz, tashvishga tushirib qo'yasiz agar jang ketayotgan bo'lsa o'rtada. Ya'ni siz yo'qotib qo'yishdan qo'rqadigan inson bu. Bu ichki tuyg'ularni, hislarni sizga bildirmaydi, lekin qalbida faqat sizsiz. Qalbida mana qilich ushlab qat'iy qarorga kelib turibdi. Faqat siz, qarorlari qat'iy bu insonni sizga nisbatan sizni juda ham yaxshi ko'radi, lekin o'zingizga bildirmaydi dalsha oila qurish bor, yoki oila qurganlar bo'lsa, farovonlik bor. Juda ham bir yaxshi, farovon, to'kis hayotda yashaysizlar, oila qursangizlar ham. Mana tangachalarni ko'ryapsizmi? Bu inson sizni juda ham aurasi baland inson deb biladi. Siz uni taqdirisiz, siz uni baxtisiz, siz uni omadisiz. Bu inson o'ylaganda xoh ayol bo'lsa, xoh erkak, xoh oilalilar bo'lsin, xoh bo'ydoqlar bo'lsin. Bu ikkinchi variantni tanlagan insonlarni aqlidagi insonlar bu ikkinchi variant uchun juda ham bir kerakli insonlar deb hisoblar ekan. Yaxshi ko'radi, sevadi, omadisiz, baxtisiz, qat'iy qarorlarida, rejalarida borsiz. Hech ham xavotir olmasangizlar bo'ladi. Bugungi raskladimiz mana shu